In Time taqdim etadi. Bolaligimda sportchi bolalarga o'xshamasdim. Ustiga ustak ko'zoynak taqardim. Shu sabab mahallamdagi tengdoshlar menga tinchlik bermasdi. Hech narsang yo'qligi bu ozodlikdir. 1 sentim ham bo'lmagan davrlarda rostmana ozod inson edim. Shu sabab o'lim hech qachon hayot bilan tenglasha olmaydi. Bu dunyoda o'lim hayotga nisbatan yaxshi degan misol yo'q. Yashayapsanmi? Demak yashashing kerak. Qamoqdaligimda semiz kitoblarni juda ko'p o'qiganman. Lev Tolstoy juda ham aqlli yigit va bu yigitning kitoblarini hamma o'qish kerak deb hisoblayman. Hozirgacha tirik ekanligimga xursand bo'lishim kerak deb o'ylayman. Meni sirimni bilmoqchimisiz? Hammasi juda oddiy. Bu o'zingga bo'lgan ishonch. Agar senga minglab odamlar ishonsa-yu, ammo o'zing ishonmasang, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Axir hamma narsa o'zingga bog'liq. Atrofdagilarning fikrlari muhim emas. O'zingga ishon va maqsad sari olg'a yur. Aynan shu joyda intizom o'yinga qo'shiladi. Hech kim sahar soat 4 da turib yugurishni istamaydi, ammo buni qilmasa ham bo'lmaydi. Aynan shu ishni bu qadar erta qilishimga birgina sabab shundaki, bu ishni hech kim mendan erta qilmasligiga ishonaman va bu meni boshqalardan ustunroq qiladi. Intizoming bo'lmasa hech kimsan, hattoki zo'rliging ham ahamiyatga ega bo'lmay qoladi. Vaqt kelib shunday raqibni uchratasanki, u seni hamma kuchli zarbalaringga turib beradi va sendan kuchliroq bo'lgani uchun bostirib kelaveradi. Sizlarga maslahatim, o'z kamchiliklaringizni tan oling. Agar ularni rad etaversangiz, ular maqsadingizga erishishingizga xalaqit beradi. Shuning uchun mukammal emasligingizni tan olib, nuqsonlar bilan kurashish kerak. Omadsizliklardan xafa bo'lmang. Axir hamma yiqiladi. Shunchaki kimdir o'rnidan turib yo'lida davom etsa, kimdir yiqilgan joyida nolib yotaveradi. Murabbiyim menga fikrlaringga e'tiborli bo'l, negaki ular hayotingda akslanadi deganda. Agar beqaror va qo'rqoq bo'lsang, hayoting ham shunday kechadi. Shu sabab sof fikrlar bilan yasha. Bolaligimda sportchi bolalarga o'xshamasdim. Ustiga ustak ko'zoynak taqardim. Shu sabab mahalladagi tengdoshlar menga tinchlik bermasdi. Bir kuni ular meni yog'och qutilarni tashlandiq uyga tashishga majbur qilishgandi. Mana shu qutilarning birida kaptarlar bor edi. O'shanda kaptarlarni yaqindan ko'rib, ularga mehrim tushib qolgan edi. Va o'sha muhabbat hozirgacha davom etmoqda. Balki hayotimda kaptarlar bo'lmaganida boks bilan shug'ullanmagan bo'larmidim. Meni birinchi jangimga ham kuch sabab bo'lgan. Bir kuni mendan katta va baquvvat bo'lgan bir bola ko'z o'ngimda kaptarimni olib boshini uzib tashladi. O'shanda men unga tashlanib, uni mushlab ura boshladim va undan kuchliroq ekanligimni his qildim. Ana o'shanda o'zimga va o'z kuchimga bo'lgan ishonch uyg'ongandi. Oradan yillar o'tgan bo'lsa ham, qalbimdagi chuqur jarohat tufayli bu hodisa ko'z o'ngimda gavdalanaveradi. Kaptarlarga qaraganimda men huzurlanib dam olaman. Odamlardan farqli o'laroq, ular aldashni bilishmaydi. Ular yaxshilikka yaxshilik bilan javob berishadi. Agar ularni parvarish qilsang, senga vafodorlik bilan haq bo'lishadi. Ming afsuslar bo'lsinki, odamlar bilan hammasi aksincha bo'ladi. Hech narsang yo'qligi bu ozodlikdir. 1 sentim ham bo'lmagan davrlarda rostmana ozod inson edim. Bilasizmi, o'shanda nima qilganman? Boshimga chang'ichilar qalpog'i va eski tuskularni kiyib olib, tilanchilik qilganman. Men xayolparastman, yulduzlarga yetishni orzu qilaman. Agar biror yulduzni qo'ldan boy bersam ham, uning yo'lida uchraydigan bulutlarni haydab yuboraman. Ko'plab odamlar o'zlariga e'tibor bermaydi. Men esa o'zimni telbalarcha sevishimdan baxtiyorman. Shu sabab odamlar har safar mendan ko'proq nafratlanishadi. Ayrim paytlarda menga jamiyatdagi odamlar mos emasdek tuyuladi, chunki odamlarning ko'pi jin urgan yuzlamachilardir. Ularning hammasi Xudoga ishonaman deydi-yu, ammo uning buyurganlarini qilmaydi. Qamoqdan chiqqanimda hammomda cho'milishdan boshqa hech narsani istamaganman va yuzimni shu qadar ko'p ishqalaganmanki, bir qavat terisi ko'chib tushay degandi. Sababi hayotimdagi kirlarni hammasini yuvib tashlamoqchi bo'lganman. Hatto ayrim joylarimda bu ishqalashlardan chandiqlar ham qolgan. Buni ko'rgan ayolim menga bu qadar qattiq ishqalamang degandi. Bilasizmi? Qamoqdan uyga qaytganimda men uyimda bananlarni qadoqlaydigan katta qutilarni ko'rdim. Avvaliga men ularni shunchaki axlat deb o'yladim. Yaxshilab qaraganimdan keyin bu qutilarda kitoblar borligini ko'rdim. Ular 20 ta, yo'q, 30 ta quti edi. Men o'ylab qoldim. Yo Xudoyim, demak shuncha ma'lumot mening miyamda ekan-da dedim. Hozir men aniq bilaman, insonga eng qattiq ta'sir ko'rsatadigan narsa bu u o'qigan kitoblar va uchratgan odamlaridir.
uka singillarimiz kitoblar haqida bilishlari kerak bo'lgan narsa bu uning mohiyatini tushunishdir. Ya'ni o'qish kerak. Ammo o'qib uni tushunmaslikdan yomoni yo'q. Qamoqdaligimda semiz kitoblarni juda ko'p o'qiganman. Lev Tolstoy juda ham aqlli yigit va bu yigitning kitoblarini hamma o'qish kerak deb hisoblayman. Ana u Hemingway degan yigit fashist va isqirt, irqchi, cho'chqa bo'lishiga qaramay, u bir masalada haq edi. Uni bir gapi men ongimga qattiq o'rnashib qolgan. U shunday degandi: erkakni o'ldirmasdan yengib bo'lmaydi. U haq edi. Biz qaysar va tirishqoq bo'lsak, xohlagan narsamizga erishamiz. Bizni yengib bo'lmaydi. Men haqimda gapirsak, bu umuman boshqa masala. Ammo men aynan shunga ishonaman. Meni lol qoldiradigan yana bir masala bu vaqt. Vaqt sizni kutmaydi. Vaqt xuddi kitob kabidir. Uning boshi, o'rtasi va oxiri bor. Hozir men siz bilan gaplashyapman. Siz esa hozir oramizda yo'q yigitlar bilan gaplashgansiz. Bu shunday doira. Nima haqida gapirayotganimni tushunayotgan bo'lsangiz albatta. Men o'zgarishga harakat qilyapman. Chunki avvalgi men o'zimga yoqmaydi. O'zimni yomon odatlarimdan voz kechishga harakat qilyapman. Chunki avvalgi holatimni eslasam, o'zimdan uyalib ketaman. Qahr qilmaslikka harakat qilaman. Axir hayotimiz juda qisqa, uni qahrga sarflash noto'g'ri. Har bir soniyamni o'zim va atrofimdagilar uchun yaxshi bo'lishiga sarflashga harakat qilyapman. Hozirgacha tirik ekanligimga xursand bo'lishim kerak deb o'ylayman.